приоритет ФБС, первая поставка, запуск продаж, ответы на ваши вопросы. Прошу провести лекцию комбинированно на русском и на узбекском языке. Машур, тебе слово, поехали. Здравствуйте всем, меня зовут Машхурбек Турсунов, я эксперт про ВБ. И сегодня у нас, как вы просили, будет тема на узбекском языке. У нас тема модели продаж, в основном это ФБО и ФБС. Прежде чем начать презентацию, я хочу вам сообщить, яғни sizlarga biz viloyatlarga chiqishni yo'lga qo'yyapmiz, ya'ni ProVB komandasi, ya'ni ProVB jamoasi viloyatlarga, ya'ni viloyatdagi tadbirkorlar bilan uchrashuv tashkil qilish maqsadida biz oliy biznes maktabi bilan birga hamkorlikda reja asosida tashkil qilmoqchimiz va birinchi bo'ladigan bizni ertaga Sirdaryo viloyatida, ya'ni Guliston shahrida bizni o'sha ProVB jamoasini offlayn, ya'ni seminari bo'lib o'tadi bu hududdagi tadbirkorlar va ishlab chiqaruvchilar uchun. Bundan tashqari sizlarga ko'rsatishim mumkin bo'ladi bu yerda. Xo'p, hozir ko'rishinglar mumkin. Birinchi navbatda birinchi Sirdaryoda tugatganimizdan keyin bizda nima bo'ladi? Bizda Jizzax viloyati bo'ladi. Jizzax viloyatida 25-avgust kuni soat 10:00 da bo'lib o'tadi. Va keyingisi sentyabr oyidan Toshkent, Samarqand va Toshkent viloyati, Xorazm va bir qancha o'sha vodiy viloyatlarida bizni o'sha offlayn seminarlarimiz, ya'ni o'sha viloyatlardagi tadbirkorlar bilan uchrashuvlarimiz tashkil qilinadi. Bu bo'yicha chatga sizlarga ma'lumotni berib o'taman va bu yerdan qaysi ilovadan ro'yxatga o'tish kerakligini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, endi hammaga ko'rinyaptimi? Chatda yozaverasizlar. Wildberriesda sotuv modellari. Birinchi navbatda ko'rinyaptimi hammaga? Grafikni olmadingiz-ku, grafik turibdi. Bo'ldi. Xo'p. Prezentatsiyaga o'tamiz. Prezentatsiya bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz. Birinchi navbatda hozir bir sotuv modellari bo'yicha, umumiy sotuv modellari bo'yicha sizlar bilan gaplashamiz. Wildberriesda o'zi qanaqa sotuv modellari bor? Umuman marketplace'da o'zi qanaqa sotuv modellari bor? Birinchi navbatda hammaga tanish bo'lgan sotuv modeli bu bilamiz FBO modeli hisoblanadi. Ya'ni oladigan bo'lsak, ko'rishinglar mumkin. Wildberriesda O'zbekistonda hozir Wildberriesda quyidagi o'sha 5 ta sotuv modeli bo'yicha ish olib boriladi. Birinchi navbatda FBO, bu bizda FBV deb ataladi, ya'ni Wildberries omboridan sotuvlar. Ikkinchisi FBS, ya'ni sotuvchi omboridan sotish. Bu holatda mahsulot sizda turadi, buyurtma kelib tushgan holatda sizni omboringizdan mahsulot yetkazib beriladi buyurtma tarqatish punktiga yoki o'sha sortirovочный sentriga yoki Wildberries omboriga. Bundan tashqari kichik bir kirish o'tkazib qo'yaman. O'sha DBS, EDBS va Click and Collect bo'yicha ham bugungi asosiy mavzuimiz FBS va FBO, lekin bu haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz foydadan xoli bo'lmaydi. DBS modeli, bu DBS modeli peshtaxta modeli hisoblanadi. Bu yerda Wildberries, ya'ni sizga vitrina vazifasini bajarib beradi. Ya'ni siz mahsulotingizni DBS yo'nalishida sotadigan bo'lsangiz, Wildberries faqatgina sizga mijoz topib berish bilan shug'ullanadi va dastavkasini, ya'ni buyurtmani yetkazib berish bu o'zingizni bo'yningizda bo'ladi.
bu holatga o'sha 5 soatdan 35 kungacha sizga vaqt beradi. Buni siz mijoz bilan kelishilgan holatda, ya'ni mijoz bilan gaplashilgan holatda amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Ekspress peshtaxtasi va YDBS bu ekspress dostavka hisoblanadi. Ya'ni sizga 4 soatgacha vaqt beradi. Bu yerda mahsulotni kategoriyasidan qat'iy nazar komissiyani hisoblashi komissiyasi sizga 3% ga tushadi. O'zi olib ketish, click and collect bu ko'proq qimmatbaho yuvelir mahsulotlariga, ya'ni qimmatbaho zargarlik mahsulotlariga to'g'ri kelsa, bu yerda mahsulotingizni sizni do'koningizdan mijozni o'zi olib ketadi. Bugungi mavzuyimiz Wildberries omboridan sotish va sotuvchi omboridan sotish. Bugun shunga to'xtalib o'tamiz. Savollar bo'lsa yozaverasizlar, tushunmagan holatlar bo'lsa yozaverasizlar, bu narsani biz ko'rib chiqamiz. Xo'p, Wildberries omboridan sotish modeli bu nima? Wildberries omboridan sotish modeli birinchi navbatda siz o'zingizni mahsulotingizni Wildberries omboriga joylashtirasiz. Va o'sha sotuvni amalga oshirish jarayonida Wildberries sizni mas'uliyatingizni bir qismini o'z bo'yniga oladi. Ya'ni siz mahsulotingizni bizni omborga qo'ydingiz, bizni omborga joyladingiz. Mahsulot buyurtma kelib tushganda bizni xodimlar tomonidan mahsulotni olib, tanlab, o'sha logistikaga yetkazib berishi, ya'ni Wildberries mas'uliyatiga tushadi. Ya'ni bu mas'uliyat sizdan chetga chiqadi. Siz bu holatda nima bilan shug'ullansangiz bo'ladi? Bu yerda tovar kartochkalarini ustida ishlash, do'koningizni targ'ibot qilish va qo'shimcha vaqtlaringizni shularga sarflasangiz bo'ladi. Bu qanaqa ishlaydi? Sotuv omboridan, ya'ni Wildberries omboridan sotish birinchi navbatda bizda Toshkent 1 va Toshkent 2 omborxonalari mavjud bo'lib, hozirgi kunda Toshkent 1 omborxonasi faqatgina monopoliyatada, ya'ni paddonda mahsulotlarni qabul qiladi. Toshkent 2 esa korobkada qabul qiladi. Bu degani Toshkent 1 ga siz katta miqdorda tovarlaringizni paddonga, ya'ni Yevropaletaga mahsulotlaringizni korobka ustma-ust qilib joylab turib topshirsangiz bo'ladi. Buni standartini aytib o'taman. Standarti 120 santimetrga 80 santimetr. Bu paddonda, ya'ni Yevropaletani hajmi, standart Yevropaletani hajmi. O'shani ustiga siz 2 metr balandlikda qilib mahsulotingizni joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Toshkent 2 oladigan bo'lsak, Toshkent 2 omborxonasini oladigan bo'lsak, Toshkent 2 da siz mahsulotlaringizni korobkaga joylab, korobka ko'rinishida, hech qanaqa paletaga joylamasdan korobka ko'rinishida Toshkent 2 omborxonasiga bo'ladi. Xo'p. Endi bu kimlar uchun qulay degan savol bo'lishi mumkin. Kimlar uchun qulay, kimlarga to'g'ri keladi bu? Bu barqaror talabga ega tovarlarni taklif qiluvchi sotuvchilar uchun. Ya'ni siz mahsulotingizni kartochkalarini yaratdingiz marketplace-da. Misol uchun 10 ta kartochka yaratdingiz. 10 ta kartochkadan sizda 2 ta kartochkada mahsulot yaxshi sotilishni boshladi. Misol 2 ta toifa tovaringizda mahsulotingiz yaxshi shakllandi savdosi, kundan kunga o'sib bormoqda. Endi siz bu narsalarni, ya'ni WB omboridan sotishga olib chiqsangiz bo'ladi. Ya'ni doimiy talabgir mahsulotlarni WB omboridan sotganingiz ma'qul. Ya'ni tez sotiladigan mahsulotlar. Yana bir narsasi, katta ishlab chiqaruvchilar uchun ham bu narsa juda ham muhim. Ya'ni mahsulotning soni ko'p va ularni sotish kerak. Ya'ni o'zini omborxonasini qanaqadir ma'noda bo'shatib turib, o'sha biz omborxonalik mahsulotini sotsa bo'ladi. Va past marjali tovarlarni taklif qiluvchi sotuvchilar uchun. Ya'ni bilamizki, объемga ish qiladiganlar bor, ya'ni songa ish qiladiganlar bor. Qancha ko'p sotsa, misol uchun daromadi pastdir, lekin qancha ko'p sotsa daromadi shuncha misol uchun ko'payadi. Shunaqa mahsulotlarga biz omborxona orqali mahsulotni sotishni taklif qilamiz. Xo'p, bundan tashqari bizda yana bir model bor, bu sotuvchini omboridan sotish, ya'ni FBS.
ya'ni mahsulot o'zingizda turadi, buyurtma kelib tushdi va siz buyurtmani o'sha yaqin hududdagi buyurtma tarqatish punktiga, hozirgi kunda O'zbekiston pochtasiga yoki o'sha bizni to'g'ridan to'g'ri omborxonamizga yetkazib bersangiz bo'ladi. Xo'p, sotuvchi omborxonasidan sotish, ya'ni bizda bu abbreviatura hisoblanadi, FBS Fulfillment by Seller, ya'ni marketplace sotuv modeli. Buni qanaqa shaklda davom etadi? Mana do'konni ochdingiz, kartochkalaringizni to'ldirdingiz va siz FBS modelini yoqqansiz. FBS modelida mahsulot buyurtma kelib tushdi. Endi siz bu narsani to'liq mas'uliyatini o'zingizni bo'yningizga olasiz. Bu yerda uni ya'ni qadoqlash, uni misol uchun markirovka qilish, bu hammasi o'zingizni 100% o'zingizni to'liq nazoratingizda bo'ladi. Bular kimlar uchun? Bu Wildberriesda endi yangi sotishni boshlaganlar uchun qo'l keladi. Shunday holatlar bo'ladi, nima sotishni bilmaymiz. Qanaqa mahsulot sotishimiz kerak? Test qilish, ya'ni sinab ko'rish maqsadida siz FBS modelidan foydalansangiz bo'ladi. Agar bir qancha kategoriya mahsulotlarni sotib ko'rmoqchi bo'lsangiz, FBS yoqib ko'rasiz, mahsulotni sotuvini yo'lga qo'yasiz, qaysi biri sotiladi, qaysi biri sotilmaydi, buni sinab olish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchisi, dropshipping modelidan foydalanadigan sotuvchilar uchun. O'zini mahsuloti yo'q, o'zini o'sha xarid qilgan yoki qanaqadir bir investitsiya qilgan mahsuloti yo'q. Zakaz keladi, kimnidir do'konidan kimnidir mahsulotini olib, misol uchun kartochkalarni yaratgan. Buyurtma tushdi, dropshipping qiladi, ya'ni buyurtma tushdi, buyurtmaga qarab turib, qaysidir do'kondan mahsulotni oladi yoki qaysidir omborxonadan mahsulotni oladi, mijozga yetkazib beradi. Shu ish bilan shug'ullanadiganlar uchun ham FBS modeli ayni qulay. Va noyob tovarlar sotuvchilar uchun. Noyob tovarlar bular qaysilar? Mort mahsulotlar bo'lishi mumkin, qanaqadir qimmatbaho mahsulotlar bo'lishi mumkin. Misol uchun bizda mana ko'p holatlarda maishiy texnika sotadigan do'kon egalari aynan shu bilan shug'ullanishadi, FBS modeli bilan. Nega? Sababi misol uchun iPhone telefonni oladigan bo'lsak, iPhone telefonni zakaz tushdi, ya'ni buyurtma tushdi. U buyurtmani qabul qildida va o'sha buyurtma tarqatish punktiga yoki biz omborxonaga yetkazib berdi. Buyurtma ketdi, mijozning qo'liga yetib bordi, puli tushdi, pulini yechib oldi. Agar 20 ta telefonni bizni omborxonaga qo'yib qo'yadigan bo'lsa, lekin unda kundalik offline do'koni ham bor. Kundalik uni misol uchun oboroti bor. Va bu narsa 20 ta telefonda muzlatish bilan teng bo'lib qoladida va shuning uchun qanaqadir bir ma'noda sotuvchiga bu qo'l kelmasligi mumkin. Shuning uchun o'shanaqa qimmatbaho qanaqadir tovarlar yoki misol uchun noyob mort mahsulotlar, bular hammasini 100% nazorati o'zingizda bo'ladigan mahsulotlarni ham FBS bo'yicha sotsangiz bo'ladi. To'rtinchisini ko'radigan bo'lsangiz, bular mavsumiy tovarlar sotuvchilari uchun. Tasavvur qiling, siz qishda faqatgina shuba sotasiz. Yozda misol uchun hozir nima yozda yaxshi nima ketdi? Misol hovliga qo'yiladigan basseynlar ketdi yoki qanaqadir cho'milish uchun kiyimlar ketdi yoki sochiqlar ketdi deylik. Mavsumiy tovarlarda agar siz shuba sotasiz, shubani 100 ta yoki 200 ta yoki 1000 ta shubani siz skladga qo'yib qo'ydingiz, uni faqatgina siz qishga yaqin sotishingiz mumkin bo'ladi. Keyin u narsa keyingi sezonda kutib o'tiradi. FBS yo'nalishi bo'ladigan bo'lsa, FBS yo'nalishida siz o'sha mavsumiy tovarlarni, kartochkalarni qo'ygansiz, yoz kelishiga yaqin siz basseynlarni qo'yasiz, zakaz tushdi, olib borib yetkazib berasiz, sezon tugagandan keyin kartochkalarni to'xtatib qo'yasiz. Bu FBS modelida ancha qulay ish beradi. Tovarlar qadoqlanishini o'zlari nazorat qilmoqchi bo'lgan sotuvchilar uchun. Har xil holat bo'lishi mumkin, ya'ni inson faktori, kimdir misol uchun omborxonaga ishonmasligi ham mumkin. Bularni hisobga olib, agar to'liq nazoratni o'zingiz olib bormoqchi bo'lsangiz, agar siz markirovkasini o'zingiz qilmoqchi bo'lsangiz, bilamiz, markirovkani noto'g'ri qilish sizga qanaqadir bir jarimalarga olib kelishi mumkin. O'shani o'zingiz to'liq nazoratni olaman, o'zim hamma narsasini qilaman degan sotuvchilar bo'ladigan bo'lsa, FBS modelida ishlagani ma'qul bo'ladi. Shu yergacha savollarimiz bormi?
Savollar yo'q. Xo'p. Endi FBS va FBO modellarini siz birga qilsangiz bo'ladi. Bitta mahsulotingizni ham FBS ham FBO modellarida sotsangiz ham bo'ladi. Bu holatda siz FBS modeli uchun alohida shakllantirasiz tovar sonini, ya'ni mahsulotni sonini. FBO modeli uchun alohida shakllantirasiz mahsulotni sonini. Ya'ni siz 20 ta mahsulotni bizni omborxonaga berdingiz va bundan tashqari siz 20 ta mahsulotni ham FBS ham sotyapsiz. Lekin bir qancha modellarni birlashtirib olsa bo'ladi. Qaysidir mahsulotingizni FBS sotasiz, qaysidir mahsulotingizni FBO sotasiz, biz omborxonadan sotasiz. Bu modellar sizni savdoyingizni oshirish uchun xizmat qiladi. Bilamizki, siz yangi savdoga kirdingiz va Wildberriesga yaxshi ketadigan mahsulotlarni o'zingiz analiz qildingiz va sinab ko'rdingiz. Endi vaqti keldi sizni o'sha yaxshi sotiladigan mahsulotlarni bizni omborxonaga ko'chirishga. Lekin mavsumiy qanaqadir mahsulotlarni FBS qilib qoldiraverasiz. Agar mahsulotni gabaritidan ham kelib chiqadi. Hozirgi kunda bizda Toshkentda faqatgina kichik gabaritli mahsulotlarni qabul qiladi bizning omborxona. Ya'ni biz aytamiz malogabaritniy tovar MGT. Agar sizning mahsulotingiz krupniy gabaritniy, ya'ni misol uchun katta gabarit mahsulotlar bo'lsa, siz bu holatda DBS modelida ishlasangiz bo'ladi. Faqatgina O'zbekistonning mahalliy aholisi uchun mahsulotlarni sotsangiz bo'ladi O'zbekiston hududida. Savollarimiz bormi? Yo'q. Xo'p. Endi bu yerda ko'rishimiz mumkin. Har bitta modelni o'ziga yarasha shartlari bor. Har bitta model yaratish uchun o'zini etaplari bor. Etaplarini ko'rib chiqamiz. Misol uchun siz FBS modelini tanladingiz. FBS modelini tanlashda birinchi qiladigan ishingiz o'zingizning sahifangizga, ya'ni sotuvchining sahifasiga kirganda поставки заказы degan o'zi nima bor, razdel bor. Shu yerga kirishingiz kerak bo'ladi va bu yerda bu holat bu birinchi stolbikda joylashganlar, bular hammasi FBO modeliga tegishli. Bu yerda joylashganlar FBS modeliga tegishli. Siz bu yerda birinchi navbatda o'zingizga skladingizni nomlab olasiz va skladni nomlagandan keyin birinchi qiladigan ishingiz 5 ta o'zingizga yaqin atrofdagi joylashgan buyurtma tarqatish punktlarini tanlashingizga to'g'ri keladi. Buyurtma tarqatish punktlarini tanlash nima uchun kerak? Mahsulotingizni qaytarish holati bo'lib qolganda, ya'ni vazrat tovari bo'lib qolganda, mahsulotlaringiz o'sha sizni tanlagan 5 ta PVZ ga, ya'ni buyurtma tarqatish punktiga yetib keladi. Mahsulotni yuborishda esa, misol uchun marketplace FBS tanladingiz, FBS bo'yicha mahsulotni yuborishda deyarli hozirgi kunda barcha O'zbekistondagi barcha PVZlar qabul qilyapti mahsulotni FBS modelini. Faqatgina u yerda hech qanaqa propus kerak bo'lmaydi, lekin to'lovi bor. Hozirgi kunda to'lov hajmi 2700 so'mni tashkil qilyapti. Ya'ni mahsulotni qabul qilish buyurtma tarqatish punktida hozirgi kunda 2700 so'm. Bundan tashqari siz FBS modelida O'zbekiston pochtasiga mahsulotlaringizni topshirsangiz bo'ladi. O'zbekiston pochta orqali mahsulotlarni bizning omborxonaga yetkazsa ham bo'ladi. Agar Toshkent shahrida yashaydigan bo'lsangiz, agar siz 2700 so'm pul miqdorini to'lamoqchi bo'lmasangiz, siz to'g'ridan to'g'ri bizni Sergelida joylashgan omborxonamizga FBS buyurtmangizni yetkazib berishingiz mumkin bo'ladi. Sizga o'rtacha 3 sutkadan 5 sutkagacha vaqt beradi FBS modelida mahsulotni o'sha, ya'ni buyurtmani yetkazib berish uchun. Agar birinchi sutkada yetkazib beradigan bo'lsangiz, bu ayni yaxshi. Nega? Sababi birinchi navbatda mahsulotni o'sha, ya'ni yaxshi sotilishida, sizni kartochkangizni tepaga yaxshi chiqishida ranjирование deb qo'yamiz, ya'ni o'sha tepaga chiqib pastga tushish jarayonini aytadi. Bu holatga logistikani ta'siri juda ham katta. Agar siz buyurtma tushganda vaqtida yetkazib beradigan bo'lsangiz, mijozga ham buyurtma vaqtida yetib boradi. Va bu narsani ko'rishimiz mumkin.
logistikani ta'siri ertaga sizni savdo hajmingizga ta'sir qilib qoladi. O'shuning uchun kabinetga kirganda yashildan qizilgacha o'zi nima turadi? Ya'ni bilamizki, kredit olganimizda katim degan narsa bor. Agar misol uchun katingiz qizilga tushib ketib qoladigan bo'lsa, sizga kredit berishi qiyinlashadi yoki umuman berilmaydi. Bunda ham xuddi shunaqa narsa. Agar siz doim surunkali ravishda mahsulot, ya'ni buyurtmani kechiktiradigan bo'lsangiz, yetkazib berishdi, siz qizilga qarab ketib qolasiz, bu sizga ertaga savdoyingizga ta'sir qilib qoladi. Ertaga siz ishonchsiz qanaqadir sotuvchi bo'lasizda, sizga savdolar ya'ni tushishi kamayib qolish ehtimollari bor yoki qanaqadir bir jarimalarga tortilib qolish ehtimollarınız bor. Birinchi navbatda endi hozirgi kunda siz marketplace tanlaganingizdan keyin birinchi navbatda o'zingizga omborxona tanlashingizga to'g'ri keladi. Agar buni Rossiya miqyosida oladigan bo'lsak, Rossiyada omborxonalar juda ko'p. Bizda esa hozircha omborxona bitta. Bu holatda faqatgina o'sha Toshkent 1 skladini tanlaysiz. Va ko'rib turganingizdek, hozir bizda faqatgina mayda gabaritli tovarlar qabul qilyapti biz omborxona, lekin katta gabaritli tovarlarni siz O'zbekiston ichida sotsangiz bo'ladi. Mayda gabaritli tovarlar kriteriyasini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qadoqni bir tomonli uzunligi 120 sm gacha bo'ladi. Va uchta tomonning umumiy yig'indisi 200 sm tashkil qilishingiz kerak. Ya'ni mahsulotingizni og'irligi 25 kilogacha bo'lishi kerak. Ya'ni bir dona mahsulotda 25 kilogacha, 25 kilodan yuqorisi endi katta gabaritli tovarlarga kirib qoladi. Bu narsani bizda omborxona hozircha qabul qilmayapti. Qadoqlash masalasini oladigan bo'lsak, hammaga qiziq bo'lishi mumkin. Qadoqlash DBS, YDBS va Click and Collect modellarida qadoqlashni umumiy talabi yo'q. Chunki siz bu yerda logistikani o'zingiz amalga oshirasiz, ya'ni yetkazib berishni o'zingiz amalga oshirasiz. Siz xohlagan ko'rishda, xohlasangiz podarочный upakovkalarda, xohlasangiz o'zingizni firmenniy qanaqadir brendovoy paketlaringizda mahsulotni yetkazib bersangiz bo'ladi. Ya'ni DBS, YDBS, Click and Collect modellarida. Lekin FBO va FBS modellarini oladigan bo'lsak, bu holatda o'zini qat'iy talablari bor. Ya'ni qanday qadoqlash kerak? Individual qadoq qanaqa bo'ladi, ya'ni tashish qutisi qanaqa bo'ladi. Bu narsalarda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Birinchi navbatda polietilen paket yoki shunaqa ko'rinishdagi yeng bo'ladi. Buni himoya darajasi mana individual qadoq. Qarang, buni himoya darajasini past beryapti bu yerda. Ya'ni bunaqa holatda himoya darajasi past bo'lishi mumkin. Nima uchun? Sababi transportirovka jarayonida mahsulotga qanaqadir shikast yetib qolish ehtimoli bor. Endi bu yerda O'zbekistondan to o'sha agar Rossiyadan zakaz tushgan bo'lsa, Rossiyaga yetib borish uchun juda ham ko'p yo'lni bosib o'tadi, juda ham katta jarayon. Shuni hisobga olib, siz o'zingizga o'sha yaxshi mahsulotingiz kategoriyasiga to'g'ri keladigan qadoqni tanlashingiz kerak bo'ladi. Himoya darajasi yuqori, mana ko'rishingiz mumkin karton qutisi. Bu yerda qanaqa bo'ladi? Misol mahsulotga buyurtma tushdi. Deylik, qanaqadir bir futbolkani oldik, buyurtma tushdi. Futbolkani o'zini firmenniy upakovkasi bor, ya'ni qutisi bor. O'shanga solib, unga qo'shimcha qanaqadir pupirkaga o'rashingiz mumkin bo'ladi yoki qanaqadir zip paketga uni joylashingiz mumkin bo'ladi va transportirovka qutisiga joylaganingiz ma'qul. Sababi ko'pchilik xohlaydi mahsulotni o'zini asl ko'rinishida yetib borishini, ya'ni firmenniy upakovkasida yetib borishini. Firmenniy upakovkasida to'liq yetib borishi uchun siz unga qo'shimcha transportirovka qutisini ishlatishingiz kerak bo'ladi, shu korobkaga o'xshagan yoki ko'rishimiz mumkin pufakchaga o'xshagan. Ya'ni bizda 100% strechda o'ralgan, 100% skochda o'ralgan mahsulotlarni bizni omborxona qabul qilmaydi. Faqatgina siz u strech va skoch materiallaridan siz qo'shimcha ravishda foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agar zip paket bo'ladigan bo'lsa, zip paketni og'zini mahkamlash uchun skochdan foydalanasiz. Pupirkani o'radingiz, pupirkani o'rab turib, uni qat'iy yopishtirib qo'yish uchun skochdan foydalansangiz bo'ladi. Endi doim harakat qiling.
mahsulotni hajmiga qarab turib moslab korobka olishga. Ba'zi holatlar bo'ladi, kichkina mahsulotga katta korobka qo'yib qo'yishadi. Bu mahsulotni ertaga o'zini sifatini yo'qotishga olib keladi, mahsulot to yetib borguncha. Yoki ertaga bu sizga transportirovka, ya'ni logistika jarayonida qimmatga tushishi mumkin. Sababi biz oxirgi upakovka holatidan kelib chiqib turib sizdan logistika puli olamiz. Ya'ni bizda logistika litrajda hisoblanadi. Buni bilasiz. Litrajda hisoblanadi qanaqa? Litrda chiqarish uchun, ya'ni sizni upakovka qilingan mahsulotingizni 3 tomonini bir-biriga ko'paytirib, oxiri 1000 ga bo'ladigan bo'lsangiz, sizda litraj kelib chiqadi. Ya'ni necha litr mahsulotligi kelib chiqadi. Va shu litrga qarab turib, hozirgi kunda bizda O'zbekistonning ichida birinchi litriga 11 rubl pul olamiz. Agar mahsulotingiz chet elga sotiladigan bo'lsa, birinchi litri hozirgi kunda 45 rubl tashkil etadi. Va keyingi litrlari o'z-o'zidan kam miqdorda sizga hisob chiqadi. Ya'ni qadoqlash talablarini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, har tomondan mahkam yopilishi shart. Ya'ni o'sha bizning hozirgi mahsulotlar, ya'ni buyurtmalarimiz faqatgina o'sha katta fura mashinalarda yuboriladi va yo'lda shikast yetmasligi uchun har tomondan mahkam yopilishi shart bo'ladi. O'zidan o'zi ochilmasligi kerak, ya'ni o'sha uni og'zini yaxshilab mahkamlab yoki o'sha skotchlab qo'yish kerak bo'ladi. Tovarni namlik va ifloslikdan himoya qilish kerak, shart. Nega? Sababi bu sizni ertaga mahsulotni mijozga yetib borgandan keyin sizni ya'ni bepul reklama deymiz, yaxshi odzivlar, yaxshi o'sha reaksiyalar qoldirishiga sabab bo'ladi. Tovar ko'rinishini saqlab qolishi shart hisoblanadi va qadoqlangan tovarlarning o'lchamlaridan sezilarli darajada oshmaydi. Ya'ni o'sha tovarni ko'rinishi va uni qo'shimcha transportirovka qiladigan qadoqingiz bir-biriga to'g'ri kelishi kerak. Aytib o'tdim, bizda 2 xil Toshkent 1, Toshkent 2 omborxonasi bor. Bu birinchisi o'sha monopolitada, buni ko'rishingiz mumkin. Monopolitada mahsulotni qabul qiladi, ikkinchisi esa qutida qabul qiladi. Bu FBO modeliga tegishli. FBO modelida mana Yevropaletani hajmi ko'rsatdim va 2 metrgacha balandlikda mahsulotni joylashtirishingiz kerak bo'ladi. Lekin faqatgina 3 ta, ya'ni artikulli, ya'ni 3 ta SKU deymiz, bu narsani 3 xil turdagi mahsulotni qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun siz futbolka sotasiz. Futbolka sotasizda siz bitta paletaga mahsulot bizni skladga, omborxonaga topshirmoqchisiz. Siz oq, ko'k, qora futbolka topshira olasiz. Lekin 4 xil rangdagi topshira olmaysiz. Yoki oq futbolka, qora shim, oq krossovka, 3 xil tovar. Ya'ni 3 ta tovargacha mahsulotni siz paletaga joylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bu bizni tartibimizda keltirib o'tilgan. Bundan tashqari, siz agar mayda mahsulotlar sotishingiz mumkin bo'ladi. Siz agar bijuteriya mahsulotlarini sotasiz, bijuteriya mahsulotlarini monopolitaga 3 ta SKU qilib joylashtirish juda ham imkonsiz. Chunki u mayda mahsulot bitta korobkaning ichiga juda ham ko'plab sig'ib ketadi. Siz u paletani to'ldirgunizcha faqatgina 3 xili bilan to'ldirish bu imkonsizda. Bu holatda siz nima qilasiz? Bu holatda siz quti, ya'ni korobda yetkazib berishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni ko'rishingiz mumkin, hajmi 1 metr kubdan oshmagan holatda korobkaning ichiga siz mahsulotni to'ldirib tashlaysiz. U yerda mahsulotni SKUsini, ya'ni o'sha kategoriyasini farqi yo'q. Qancha mahsulot bo'lsa, solib joylashtirib berib yuborasiz. Lekin har bittasiga markirovka yopishtirilishi shart bo'ladi. Markirovka bu nima degan savolingizga agar savollar bo'lsa, hozir ko'rib qo'yaman. Qanaqadir savollar bo'lgan bo'lsa, beringlar. Harakat qildik. Bitta korobkaga Azizbek yozyapsiz, bitta korobkaga -3 ta SKU. Yo, bu yerda siz agar monopolitada topshirmoqchi bo'lsangiz, paddonda topshirmoqchi bo'lsangiz, bitta
paletaga 3 ta SKU tushadi. Ya'ni bitta paletaga deylik 15 ta korobka mahsulot tushdi. 5 ta korobkasida oq futbolka, 5 ta korobkasida qora futbolka, 5 tasida ko'k futbolka. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Yoqib qo'ydingizmi? Shu yergacha kimda savollar bor? Savollar bo'lsa beringlar. Korobka holatini oladigan bo'lsak, korobkaning ichiga farqi yo'q SKUsini, ya'ni bitta korobkaning ichiga siz o'sha bir nechta SKUdagi, ya'ni o'sha artikuldagi tovarlarni qo'yib joylashtirib topshirsangiz bo'ladi. Bormi savollar? Savollar bo'lmasa davom etamiz. Xo'p, markirovka masalasini oladigan bo'lsak, bilamiz, har bitta mahsulotda o'zining shtrik kodi bo'ladi, ya'ni barkod deb ataladi. Sotadigan, agar Xitoydan qanaqadir mahsulot siz olib keladigan bo'lsangiz, o'sha mahsulotda ham shtrik kodi, barkodi bo'ladi. Lekin men sizga maslahat beraman, mahsulot kartochkasini to'ldirayotganda bizni Wildberries barkodidan foydalaning. Ya'ni generatsiya degan narsa bor, o'sha generatsiyasidan foydalaning. Ya'ni o'zingizning mahsulotingiz joylashgan, o'sha orqasida joylashgan shtrik kod emas, balki o'sha Wildberries barkodidan foydalansangiz, ertaga har xil qanaqadir tushunmovchilik holatlar tovarda almashtirib qo'yilishi yoki boshqa holatlarga duch kelmaysiz. Bizning ishlash jarayonimiz oson bo'ladi. Xo'p. Endi barkod stikeri ko'rishinglar mumkin. Birinchi yopshiriladigan narsa o'sha barkod stikeri. Artikul haqida ma'lumot, ya'ni mahsulotingiz haqida ma'lumot, uni razmeri, bular birinchi navbatda yopishtiriladi. Endi FBS bo'yicha buyurtmalar markirovkasi uchun stikerlar. FBS buyurtma tushdi, birinchi qilinadigan narsa chop etadigan bu VBS stikeri. Bu stiker orqali o'sha QR kod orqali skanerlanganda umumiy ma'lumotlar kelib chiqadi. Barkod stikeri, buni ham yopishtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Endi yetkazma tafsilotlari, o'zi aslida yetkazma tafsilotlari bu hammasi mana shu QR kod orqali kirganda bo'ladi, lekin yopishtirib qo'yadigan bo'lsangiz zarar qilmaydi. Endi yana bir narsa bor, bizda JI va MP degan o'sha stikerlar bor. Buni siz Gruzamest yaratganda, ya'ni FBS buyurtma tushdi va buyurtma tushganda siz bu narsani yuborayotganingizda o'zi chiqib keladi. MP va JI stikerlari hisoblanadi. MP, JI stikerlari nima uchun kerak? JI bu sizni omborxonaga mahsulotni olib kirishingiz uchun, MP stikeri bu sizni buyurtma tarqatish punktiga dostupingiz hisoblanadi. Ya'ni buyurtma tarqatish punktiga kirishingiz uchun hisoblanadi. Agar siz MP stikerni esingizdan chiqarmagan bo'lsangiz, siz buyurtma tarqatish punktiga yetkazib bera olmaysiz. Faqatgina omborxonaga yetkazib berish mumkin bo'ladi. Savollar bormi? O'zbek tilida qilganimizga sabab o'zi 5-6 kundan beri biz bu narsani kuzatib boryapmiz. O'zbek tilida ko'pchilik so'radi va o'zbek tilida biz savollarga javob berishga harakat qilamiz. Yana bu mavzudan tashqari o'tgan mavzular bo'yicha qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa ham bemalol chatga yozishinglar mumkin. Bemalol biz ma'lumotni berishimiz mumkin bo'ladi. Endi hozir bir kabinet ko'rinishida sizlarga harakat qilaman ko'rsatishni. Savollar bo'lsa bemalol beraveringlar. Azbek aka, PDF prezentatsiya bo'ladimi? Buni nima nazarda tutdingiz? Shuni ochiqroq, to'liqroq yozib berasizmi? Ovozli savol bo'lsa ham beraveringlar, chatga yozishga agar muammo bo'layotgan bo'lsa.
qarang, shaxsiy o'sha Telegramimni qoldiraman, sizga bemalol aloqaga chiqasiz. Biz ofisimizda, ya'ni o'sha ProVB ya'ni bilamiz, o'sha обученияsi bilan shug'ullanadi, ya'ni o'qitish bilan shug'ullanamiz. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi Telegram orqali, yoki o'sha sizga raqamingizni qoldiradigan bo'lsangiz, sizga aloqaga chiqamiz. Offline o'qishga ham sizni taklif qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar qanaqadir vaqtingiz bo'lsa, Toshkentga kelib bemalol offline o'qishda ham qatnashsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, mana hozir chatga yozib qo'yapman, provb.ru, ya'ni provb.ru saytiga kiradigan bo'lsangiz, siz mustaqil ravishda o'zingizni rivojlantirish, ya'ni o'sha Wildberries bo'yicha bilimlarni oshirish uchun provb.ru saytidan foydalanib, u yerdagi materiallar bilan tanishib, u yerdagi o'sha video o'quvlar bor, yozma materiallar bor, ular bilan bemalol tanishsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda faqatgina Toshkent shahrida omborlarimiz, ya'ni o'sha Toshkent 1 va Toshkent 2 omborxonasi faqatgina Toshkent shahrida. Umidbekka Xorazmdan yozibsiz. Lekin kelajakda balkim o'zgarishlar bo'lar, chunki hozirgi kunda kundan kunga yangiliklar bor va hozir biz O'rta Osiyodagi eng katta omborxonani qurilishi jarayonidamiz. Hozirgi kunda siz mahsulotlaringizni bemalol O'zbekiston pochtasi yoki buyurtma tarqatish punktidan yuborsangiz bo'ladi, Xorazmdan turgan holatda. Savollar bo'lsa bemalol yozinglar, bemalol murojaat qilinglar. Если на русском тоже можете писать в чате вопросы по ФБС и по ФБО. Yana bir narsa, agar yangi boshlovchilar bo'ladigan bo'lsa, nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsa, o'sha bir qancha tovarlarni tekshirib ko'rib, o'sha FBS orqali mahsulotlarni sotib ko'rsangiz bo'ladi. Kimdir deylik, hammada savol tug'iladi-da, misol uchun qancha pul bilan boshlashim kerak yoki nima sotishni bilmayapman. Hozir offline bozorni oladigan bo'lsangiz, offline bozorda savdolar past, bilamiz, an'anaviy bozorlarda hozir mijozlarda oqimi kamaygan. Lekin shu holatda ham elektron tijoratda umumiy savdodagi ulushi O'zbekistonda 4-7% tashkil qiladi. Bu juda ham oz degan. Kundan kunga rivojlanishdamiz. Demak, siz ertaga kelajak elektron tijoratdami? Siz nima qilasiz? Siz offline mahsulot sotadigan do'konlar bilan borib, bevosita ular bilan ko'rishib, gaplashib, ularning mahsulotini Wildberriesda bemalol sotsangiz bo'ladi. Ulardan iltimos qilasiz, mahsulotini, rasmlarini joylaysiz bizga va buyurtma tushdimi, siz ularning mahsulotini ulardan olib, o'zingizning mijozingizga yuborasiz. Ya'ni o'rtada siz daromadga chiqsangiz bo'ladi. Shunaqa qilib daromadga chiqqan mijozlarimiz, ya'ni sellerlarimiz ham bor. Keyinchalik birinchi qo'l, keyinchalik Xitoydan qanaqadir tovarlarni yoki o'zimiz ishlab chiqaruvchilardan qanaqadir tovarlarni katta miqdorda olishingiz mumkin bo'ladi. Tushundim. Azbekka to'g'ri, juda ham ko'plab holatlarda o'sha ko'pchilik nima qiladi? Ko'pchilik faqatgina tovarni kartochkasiga e'tibor qaratadi-da va boshqa mavzularga e'tibor bermaydi. Ya'ni mahsulotni qanaqa qilib upakovka qilish, qanaqa qilib markirovka qilish, qanaqa qilib yetkazib berish va shu yerlarda xatoga yo'l qo'yishadi va o'sha jarimaga tortilishga sabab bo'ladi. Ya'ni bu narsani biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Nima uchun jarima? Sababi biz bu bozorda, ya'ni elektron tijorat bozorida ancha
o'sha Wildberries kompaniyasini oladigan bo'lsangiz, Wildberries kompaniyasi 22 yildan beri o'z faoliyatini olib boradi. Ya'ni o'ziga tajribasi yetarli ravishda. Ya'ni kimnidir xatosi bilan qaysidir mijozi seller xatosi bilan qanaqadir holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mahsulot to'g'ri yetib bormagan, sifatsiz mahsulot yetib borgan, bu holatda sizni do'koningizdan mahsulotni oldim demaydi-da mijoz. Faqatgina Wildberriesdan oldim deydi. Ya'ni Wildberriesdan shuni buyurtma bergandim, shunaqa ko'rinishda keldi. Va Wildberriesga bu qanaqadir imiji uchun ta'sir qiladi. Shu narsalarni oldini olish maqsadida shunaqa jarimalar joriy qilingan. Agar siz o'zingizni faoliyatingizni mas'uliyatli olib boradigan bo'lsangiz, har bitta tushgan buyurtmani to'g'ri qadoqlab, uni markirovkasini, ya'ni kerakli stikerlarni to'g'ri yopishtirib, vaqtida yetkazib beradigan bo'lsangiz, ertaga siz ham manfaatda bo'lasiz, ertaga mijoz ham manfaatda bo'ladi. Albatta, sizga men ulashib qo'yaman. Bu bo'yicha materiallarni ham ulashib qo'yaman. Azizbek aka, telefon raqamingizni chatda qoldirsangiz, iltimos. Kimda yana qanaqa savollar bor? Vaqtimiz hozir bor, 19 daqiqa vaqtimiz bor. Bemalol savol javobga ulgursak bo'ladi. Bizni Toshkent shaharida ofisimiz joylashgan, Maxtumquli 1 ko'chasida, ya'ni bu yerga keladigan bo'lsangiz, yanada chuqurroq sizga har bitta mavzu bo'yicha bepul o'qishni taklif qilamiz. Bundan tashqari, Xudo xohlasa, birinchi o'sha ma'ruzani boshida sizga ko'rsatdimki, biz viloyatlarga safarimiz bor. Viloyatlarda biz o'zimizni seminarlarimiz, o'quv seminarlarimiz bilan qatnashamiz. Albatta, o'sha Oliy biznes maktabi bilan hamkorlikda bemalol o'sha provb.ru saytida ko'rishingiz mumkin bo'ladi va raqamingizga ссылка tashlab qo'yaman. Bizda o'sha gruppamiz bor, sellerlarda gruppasi. U gruppada bizda o'qishni tamomlab, o'zini faoliyatini boshlagan sellerlar bor, sotuvchilar bor. Ular bilan ham fikr almashasiz va yangiliklarni biz u yerda ham yoritib boramiz. Albatta, Azizbek aka juda ham aktiv, bu yerda 91 ta ishtirokchi bor. Qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, beringlar. Mana Surxondaryodan Gulnor opa, Jizzaxdan Muhammadali aka. Jizzaxga biz 25-kuni boramiz. 25-kuni biz Jizzaxda imенно seminar bilan qatnashamiz. Umuman Wildberriesda qanaqa imkoniyatlar O'zbekiston sellerlari uchun, O'zbekiston sotuvchilari uchun, O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari uchun, bularni hammasini biz yetkazib beramiz. Savollar bo'ladigan bo'lsa, beringlar, yozinglar. Albatta tashlab qo'yaman hozir Telegram linkini. Va bizda o'sha sizlarga hozir yana bitta ссылка tashlab qo'yaman. Bu bugungi ma'ruza bo'yicha o'zingizni fikr mulohazangizni berasiz. Agar kamchilik bo'lgan bo'lsa, kamchiligini, yaxshi bo'lgan bo'lsa, yaxshi va bizni bazamizga tushadi va biz bevosita siz bilan kelajakda ishlashimizga osonroq bo'ladi. Chatga tashlab qo'yaman ikkala linkni. Farg'ona Ceramics Ax mumkinmi? Agar голосовой yoqadigan bo'lsangiz, siz bilan ham bir gaplashib ko'rsak. Imona Kids xususiy korxonasi. Agar savollar yo'q bo'ladigan bo'lsa,
ya'ni keyingi ma'ruzachimiz bo'ladi. Keyingi ma'ruzachimiz именно o'sha sizlarga o'sha praktika bo'yicha ya'ni o'sha logistika qanaqa bo'ladi, hamma narsa o'sha dokumentalniy importlar qanaqa bo'ladi, hamma narsasini sizga tushuntirib beradi. Agar именно model продаж, ya'ni aynan model продаж sotuv modellari savol bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, yana chatda qoldirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Azizbekka rahmat, tushundim. Albatta. Labbey, assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Assalomu alaykum. Ana mikrofon yandı. Bundan oldingi mavzularda savollar to'planib qolgan bo'lishi mumkin. Kimdir rus tilida tushunmagan bo'lishi mumkin. Agar shu holatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol chatga savollarni yozib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Faqatgina o'sha sotuv modellari bo'yicha emas, umumiy o'sha tovar kartochkasi bo'lishi mumkin, qanaqadir yo'nalish tanlash bo'lishi mumkin, yoki o'sha Wildberries'dagi imkoniyatlar bo'lishi mumkin. Hammasi bo'yicha biz o'zimizni doiramizda javob berishga harakat qilamiz. Bemalol chatga yozishinglar mumkin hamma savollarni. Chunki anchadan beri so'radinglar o'zbekcha va o'zim o'sha ProVB eksperti sifatida bemalol sizlar bilan savol javobda qatnashishim mumkin bo'ladi. Agar savollar yo'q bo'ladigan bo'lsa, 10 daqiqa keyingi spikerimiz ishtirok etgunicha bemalol dam olishinglar mumkin. Agar savollar bo'lsa, bemalol efirdaman berishinglar mumkin. Да, Машур, спасибо огромное. Ну, я надеюсь, что коллеги успели задать вопросы, которые их интересовали.